Assalomu alaykum hurmatli vatandoshlar va odatdagi yangiliklarimizni boshlaymiz. Boshlashdan oldin katta iltimos, meni ko'rayotgan bo'lsangiz, podpiskani bosinglar. Podpiska bizning kanalimizga rivojlanishiga juda ham yordam beradi. Iltimos, shuni bosib qo'yinglar. Moskva hamda Moskva oblasti va Sankt-Peterburgdagi hamyurtlarimizga 10 yillik stajiga ega ishonchli dokument xizmatlarini taklif qilamiz. Registratsiya va uni продление qilish, трудовой договор, уведомление, spravkalar, проверка bazalar xizmatlari mavjud. Muhim eslatma, Amina ilovasi to'liq ishlamaganligi sababli registratsiya qilmaganlar zudlik bilan ushbu xizmatdan foydalaning. Hoziroq ekrandagi raqamlarga qo'ng'iroq qiling yoki WhatsAppdan yozing. Assalomu alaykum. Mutlaqo qabul qilib bo'lmaydi. Tramp Eron taklifini qoraladi. Videodan to'liq xabardor bo'lish uchun videoga like va podpisatsiya tugmalarini bosib qo'ying. AQSh prezidenti Donald Tramp Eronning yangi tinchlik takliflarini keskin rad etdi. Bu haqda u o'zining ijtimoiy tarmog'ida yozib qoldirdi. U yangi taklif loyihasini buni mutlaqo qabul qilib bo'lmaydi deya yozgan. Ma'lumotlarga ko'ra, Eron AQShga ko'p sahifali reja yuborgan. Hujjat Pokiston orqali yetkazilgan. VCJning yozishicha, Tehron yadroviy dasturi bo'yicha 1 yillik muzokaralarni boshlashni, Hormuz bo'g'ozini bosqichma-bosqich ochishni va yuqori boyitilgan uran zaxiralarining bir qismini 3-davlatga berishga taklif qilgan. Evaziga AQShdan dengiz blokadasini bekor qilish va sanksiyalarni yumshatish so'ralgan. Shu bilan birga Eron o'z yadroviy obyektlarini demontaj qilishdan bosh tortgan, shuningdek uranni boyitishni vaqtincha to'xtatishga tayyorligini bildirgan. Ammo AQSh taklif qilgan 20 yillik moratoriyga rozi bo'lmagan. Eronning taslim agentligi esa Trampning munosabati Tehron uchun hech qanday ahamiyatga ega emasligini bildirgan. Manbaga ko'ra, Eron muzokaralarda faqat o'z milliy manfaatlaridan kechib chiqadi. Taslim agentligiga ko'ra, Eronning asosiy talablari o'shini darhol to'xtatish, dengiz blokadasini bekor qilish, Hormuz bo'g'ozi ustida nazoratni saqlab qolish va 30 kun ichida neft sanksiyalarini olib tashlashdan iborat. Avvalroq Tramp AQSh va Eron o'rtasidagi muzokaralarni juda yaxshi deb atagan va Tehron yadroviy quroldan voz kechishga rozi bo'lganini aytgan edi. Isroilning Livanga hujumlari oqibatida 51 kishi halok bo'ldi. Livan Sog'liqni saqlash vazirligining ma'lum qilishicha, so'nggi 24 soat ichida Isroil hujumlari oqibatida 51 kishining o'limiga sabab bo'lgan. Ular orasida 2 nafar tibbiyot xodimi bor. Bu haqda vazirlik kecha 10-may kuni bayonotida ma'lum qilgan edi. Bayonotga ko'ra, Livan janubida Isroil hujumlari kuchayishi fonida 16-aprel kuni kuchga kirgan o't ochishni to'xtatish kelishuvidan buyon 552 kishi halok bo'lgan. Ma'lumotlarga ko'ra, 2-martdan beri Isroil hujumlari oqibatida 1,2 milliondan ortiq livanlik o'z uyini tark etishga majbur bo'lgan. 16-aprelda o't ochishni to'xtatish kelishuvi kuchga kirganiga qaramay, hujumlar yanada kuchaygan. Ish oxiriga yetay deb qoldi. Putin Zelenskiy bilan uchrashishga qarshi emas. Rossiya prezidenti Vladimir Putin Ukraina masalasini hal qilish bo'yicha yakuniy kelishuvga erishilgandan keyin Vladimir Zelenskiy bilan uchrashuv o'tkazishga qarshi emasligini bildirdi. U jurnalistlarning savollariga javob berish asosida Ukraina mojarosi yakuniga qarab ketayotgani haqida ham gapirgan. Putin Zelenskiyning uchrashuvga tayyorligi haqidagi so'zlarga javoban, marhamat, u Moskvaga kelsin. Zelenskiy uchrashuvga tayyorligini bilamiz. Birinchi marta eshitayotganimiz yo'q. Biz buni hech qachon rad etmaganmiz. Marhamat, u Moskvaga kelsin, dedi Vladimir Putin. Shuningdek, Rossiya prezidenti bunday uchrashuvni 3-davlatda ham o'tkazishi mumkinligini, biroq bu faqat uzoq muddatli tarixiy istiqbol uchun yakuniy kelishuvlarga erishilgan taqdirdagina amalga oshirishni bildirgan. Eronning yangi oliy rahnamosi haqida yomon xabar tarqaldi. Videodan to'liq xabardor bo'lish uchun videoga like va podpisatsiya tugmalarini bosib qo'ying. Eronning yangi oliy rahnamosi Mushtaba Xomoniy AQSh va Isroilning havo hujumi oqibatida tizzasi va belidan jarohat olgan, shuningdek quloq orqa qismidan kesilgan. Bu haqda Al-Arabiy xabar berdi. Eronning yangi rahbari 28-fevral kuni AQSh va Isroil Eron hududiga qarshi qo'shma harbiy operatsiyani boshlagan paytda jarohat olgan. O'sha hujumda uning otasi Eron rahnamosi Oyatulloh Ali Xamonoy va turmush o'rtog'i halok bo'lgani aytilgan. Eron rasmiysining so'zlariga ko'ra, portlash to'lqini oqibatida Mushtaba Xamonoy yerga yiqilib tushgan va tizzasi hamda belidan jarohat olgan. Bundan tashqari quloq orqa qismida kesik paydo bo'lgan. Beldagi jarohat allaqachon tuzalgan. Tizzasi esa tez orada to'liq sog'ayishi kutilmoqda.
Quloq orqasidagi kichik kesak esa sallasi sabab ko'rmaydi. Rasmiylarning Xameneiy sog'lig'i bo'yicha xavotirga o'rin yo'qligini ta'kidladi. Uning so'zlariga ko'ra, dushman tomoni oliy rahnamo haqida ma'lumot yoki yozuvlarni qo'lga kiritib, unga zarba berishga urinmoqda. Qayd etish joiz, bu Eron hukumati yangi oliy rahnamo olgan jarohatlar tafsilotlarini ilk bor rasman oshkor qilayotgan holat hisoblanadi. Xameneiy otasi halok bo'lgandan keyin oliy rahnamo lavozimini egallagan. Shundan so'ng AQSh uni va boshqa amaldorlarni topishga yordam beradigan ma'lumot uchun $10 million mukofot e'lon qilgan edi.